Viloyat hokimi Adiz Boboyev Yangi yil bayrami arafasida Samarqand shahridagi Shukrona mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar holidan xabar oldi. Viloyat hokimi dastlab Bahid Isayev xonadonida bo'lib, oila a'zolarini kirib kelayotgan Yangi yil bayrami bilan samimiy muborakbod etdi. Suhbat chog'ida Bahid Isayev bayram kunlarida ehtiyojmand oilalarga doimiy e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatayotgani uchun o'z minnatdorchiligini bildirdi. Kayfiyat yaxshimi? Hammasi zo'rmi? Juda zo'r. Hurmat qilganingiz uchun rahmat. Albatta kelamiz. Davlatimizga rahmat. E'tiborsiz qolmaymiz. Xudoga shukr, har bayramlarga kelib turibsizlar. Prezidentimizga rahmat. O'sha hamma narsadan xabardor bo'lib, hamma narsani bizga qilib berganlar imkoniyatni. Shu bo'yicha yuribmiz. Xonadonda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Mana shu bolachalar ilohim katta bo'lib, aqlli bo'lib, xalqimizga xizmat qilib, sizlarni xursand qilib yursin ilohim. Shuningdek, viloyat hokimi mahalladagi ijtimoiy uyda istiqomat qiluvchi oilalar vakillari bilan muloqot qildi. Bayramlar muborak bo'lsin. Sog' salomatmisizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Rahmat. Mana shu topilgan organimizda 5 yildan keyin shaxsiy telefonlarga ko'tarildi. Bu o'sha 7 yil bo'ldi-da. Shuni hozir kimga borib murojaat qilsa? Men o'zim shug'ullanaman bu bilan. Kelishdikmi? Hech kimga borishlari kerak emas. Biz o'zi keladigan odam o'zi keladi oyog'i bilan. Kelishdikmi? Faqat sizlar xursand bo'lib duo qilib turinglar, bo'lib qolganini biz qilamiz. Kelishdikmi? Sog' bo'linglar. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. 26-yil yaxshi yil kelsin ilohim. Yaxshi kutib olinglar. Shu kuni viloyat hokimi Bedil Zuhurov holdan ham xabar oldi. Yangi yil bayrami munosabati bilan ushbu mahalladagi xonadonlarga zarur oziq-ovqat mahsulotlari, bolajonlar uchun esa bayram sovg'alari topshirildi. Bunday ezgu amallar yurtimizda inson qadrini ulug'lash, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash masalasi doimiy e'tiborda ekanligining yana bir amaliy ifodasi bo'ldi.